Assalomu alaykum do'stlar. Pul manba YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda yangi King nomli o'zbek saytidan pul ishlaymiz. Video yoqsa like bosishni, izohlarda iliq fikrlaringizni yozishni va videolarni birinchi bo'lib ko'rish uchun obuna bo'lishni unutmang. Boshladik. Birinchi navbatda saytdan qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun birinchi qatorga telefon raqamingizni, ikkinchi qatorga kuchliroq parol o'ylab topib shuni yozasiz. Uchinchi qatorga esa shu parolni takrorlab yozasiz. Oxirgi qatorga esa agarda meni havolam orqali saytga kirgan bo'lsangiz, taklif kodim yozilgan bo'ladi. Bu sizga 10,000 so'm bonus beradi. So'ng esa ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Shu tarzda muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tish mumkin. Agar hisobingiz mavjud bo'lsa, kirish tugmasini bosib, login parol kiritib kirib olishingiz mumkin. Men esa kirib olib davom etaman. Mana hisobimga kirib oldim. Endi bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham ko'p mahsulotlar bor King saytida. Siz asosan mahsulot sotib olib, kunlik daromad olib pul ishlashingiz mumkin. Men esa allaqachon King bir mahsulotini sotib olganman. Siz istaganingizni sotib olasiz. Men avvaldan saytda borligim uchun mening balansimda 300,000 so'm bor. Keling, shu pullarni avval qanday yechishni ko'rsataman. Diqqat bilan kuzating. Birinchi navbatda bank kartasini qo'shib olish kerak. Buning uchun bank kartasi tugmasini bosib kiramiz. Pul yechish usulini tanlaymiz. Ya'ni karta qaysi bankka tegishli bo'lsa, shuni tanlaysiz. Keyin ismingizni yozasiz. Keyin karta raqamingizni yozasiz va tasdiqlash tugmasini bosib, shunday oson qo'shib olish mumkin. Muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi esa orqaga qaytib, yechib olish tugmasini bosamiz va eng oxirgi qatorga qancha yechmoqchimiz shuni yozamiz. Saytda minimal pul yechish 20,000 so'mni tashkil etadi. Kuniga bir marta yechish mumkin. Pul yechish miqdorini yozgandan so'ng yechib olish tugmasini bosamiz. Va yes tugmasini bosamiz. Shunday qilib komissiya bilan 240,000 so'm yetib kelarkan, xo'p, mayli. Bu saytni uzoq muddat ishlashiga yordam beradi. Muvaffaqiyatli yechildi. Ana endi kutamiz. Kartaga 1 daqiqadan 24 soatgacha bo'lgan muddatda yetib keladi. Ana, endi pullar yetib kelguncha sizga saytga qanday pul kiritib, qanday mahsulotlarni sotib olib pul ishlashni ko'rsatib o'taman. Bosh sahifa bo'limida ko'plab mahsulotlar bor. Xohlaganingizni tanlaysiz. Kamida 60,000 so'm pul kiritib, kim birini sotib olish mumkin. Bu kunlik 10,000 so'm daromad keltiradi. Men esa sizga tavsiya etadiganim, bu King 4 mahsuloti. Hozir sarmoya qilingni bosasiz. Bu mahsulot kunlik daromadi 106,000 so'm. Siz 6 kun ichida foydaga chiqishingiz mumkin. Tasdiqlash tugmasini bosasiz, balans yetarli emas. Shu uchun pul to'ldirishni so'raydi. 500,000 so'mni tanlaymiz bu yerdan va hozir zaryadlang tugmasini bosamiz va sizni to'lov sahifasiga olib o'tadi. Ha, aytgancha, agar sizning hisobingizda 10,000 bonus bo'lsa, 60,000 so'm emas, 50,000 so'm pul kiritsangiz bo'ladi. Xo'sh, davom etamiz. Ko'rishingiz mumkin. Aynan ko'rib turgan quyidagi karta raqamiga ko'rsatilgan pul miqdorini yuborishingiz kerak. Yuborish uchun sizga 20 daqiqa vaqt beriladi. Hech narsada adashmasdan to'g'ri pul o'tkazib bo'lgach, haqiqiy to'lov chekini quyidagi tugmani bosib yuklashingiz kerak va Подтвердить платеж tugmasini bosib, to'lovingizni tasdiqlash uchun adminlarga yuborasiz. Ular sizning to'lovingizni ko'rib chiqadi va pullarni hisobingizga qo'shadi. Tugmani bosgach, bu bo'limdan chiqish mumkin. Sotib olgan mahsulotingiz mening mahsulotlarim bo'limida ko'rinadi. Keyingi pul ishlashingiz uchun ajoyib bo'lim bu, jamoa bo'limi. Ushbu bo'limda siz o'z taklif havolangizni do'stlaringiz bilan ulashib, ularni saytga referral qilishingiz, ya'ni hamkor qilib pul ishlashingiz mumkin.
Ya'ni ular pul kiritsa, siz 40% gacha saytdan daromad qilishingiz mumkin. Taklif kodingizni va taklif havolangizni yuqoridan nusxalab olishingiz mumkin. Keyingi bo'lim parol bo'limi. Ushbu bo'limda siz xavfsizlik uchun qo'ygan parolingizni yangisiga almashtirishingiz mumkin. Buning uchun eski parolingizni eslashingiz kerak. Yangi parolingizni yozgach, tasdiqlashni bosib, o'zgartirish mumkin. Keyingi bo'lim ilova bo'limi. Bunda siz saytning rasmiy ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Keyin esa bosh sahifa bo'limiga o'tamiz. Kirish bo'limida siz kunlik bonus olishingiz mumkin. Bosasiz va bonusni olasiz. Sovg'alar bo'limida esa xazina kodini kiritib, ma'lum bir miqdorda bonus olish mumkin. Xazina kodini saytning rasmiy Telegram guruhidan olish mumkin. Biz haqimizda bo'limida sayt haqida batafsil ma'lumot olish mumkin. Qachon ochilgan va qanaqa mukofotlar beradi, hammasi bor. Keyingi bo'lim xizmat ko'rsatish bo'limi. Bu bo'limda siz saytning rasmiy Telegram guruhiga obuna bo'lishingiz mumkin. Sayt yangi ochilgani uchun hali obunachilari mavjud emas. Albatta obuna bo'ling. Siz birinchi bo'lishingiz mumkin. Keyingisi esa saytda biror muammo bo'lsa, sizga yordam beradigan menejerning profili. Shu profilga murojaat qilishingiz mumkin. Xullas, saytdagi barcha bo'limlar shular. Ana endi saytdan yechgan pullar yetib keldimi tekshiramiz. Ha, muvaffaqiyatli deyapti. Demak, kartamizni tekshiramiz. Ko'rib turganingizdek rostdan yetib kelibdi. Sayt 100% to'lovda do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.